Assalomu alaykum. Ishi motosikl so'ragan akalar. Mana shu Planeta 5 mototsiklni mana olib keldik yaqinda. Mana radnoy so'raganlarga endi ideal basu, lekin radnoy mototsikl kraskalari, motorlari hamma yo'g'i radnoy holatda turgan ekan. Olib keldik. Mana shu mototsiklni mana sotamiz akalar. Mana sekin ko'rsataman. Ko'rib olaverasiz. Mana ko'rjiq, amazator, mana gulshiter, mana sog' aka. Mana akalar. Mana shu Planeta 5. Mana hali remont qilganimiz yo'q. Mana baloni hali artib yuvib tayyorlaganimiz ham yo'q. Mana shu turishcha sotiladi. Endi buni yuvib tarab remont qilib qo'ysak qilingan deb aytishyapti. Mana balonlarning holati, ramalarida svarka yo'q, vilkalar yaxshi ishlaydi. Motor ochilmagan aka. Gilzani bir marta shildirganman deb aytdi egasi aka. Gilza bir marta shilingan, motor lekin ochilmagan aka. Mana shu mototsikl sotiladi akalar. Mana radnoy nomer dokumentlari bor. Dokumentlari hamma kalaskasiga tushadi, nomeri, motor nomerlarga tushadi aka. Mana balonlar aka holati. Mana gulshitillari ham yaxshi, hadavoylari yaxshi, amazatillari akkumulyatorlik yuradi aka. Nahado mototsikl. Endi motorida ozgina shum bor, endi ziyoni yo'q akalar. Yuraveradi. Mana shu turishda yuraveradi aka. Mana shu mototsikl sotiladi akalar. Mana